Bu tuproq ne sulton, ne jahongirlarni yedi. Suyagini yedidan, go'shini yog'idan, terisini sochidan ajratib, parcha-parcha qilib tuproqqa aylantirib tashadi. Bu tuproq tagida kimlar yotibdi deysizlar, birodarlar? Kunini zo'rg'a o'tkazgan, bir kun yeb, bir kun yemay qiylangan, och qolgan kambag'allar ham o'tdi. Zulm ko'rgan, mazlum bo'lgan, nochor, notavon odamlar ham o'tdi. Odamlarda haqlarni yerib zolimlik qilgan amaldorlar ham o'tdi. Hamma o'tdi. Bir kun biz ham qabrga kirishimiz bor. Allohni tanigan, uni toatida turgan, oqil, xushyor, dunyoni nima ekanligini tushunib yetgan, shubhasiz bir kun boshiga keladigan kunga tayyorgarlik ko'rgan odam mana shu odamni havas qilsa bo'ladi. G'aflatda qolganda emas.